81. O'dg'irmishning o'gdilmishga pand nasihat berganligi aytiladi. So'zim shu, behud bo'lma ay qarindosh. Hayoting va umringni yomon ishlar uchun behuda zoya qilma. To'g'ri bo'l, to'g'rilik yo'lidan adashma. Bu yo'l orzu tilakka yetkazadi, buni bil. Barcha jonliqlarga mehribon bo'l. Dilingni va tilingni tuz tutib Xudoga ibodat qil. Dunyo g'amini ozroq qil, ibodatni ko'proq qil. Aldırğanda temkin bol, g'azablanganda muloyim bol. Ölümünü unutma, tayyorlig'ingni qil, o'zingni unutma, tüp aslingni bil. Dunyoga oshko'zlik bilan ko'z tashlama. Bu dunyo qoladi, sen pushaymon bilan yig'lab ketasan. Xudoning hukmiga rozi bo'l, beshingga nima kelsa ko'tar. Bayt kelganda xalq foydaliq bo'l. To'g'ri so'zla, va'dang to'liq va ishonchli bo'lsin. Nodon kishilarning va'dasi yolg'on bo'ladi. Ochiq chiroy, shirin so'z, yaxshi qiliqliq bo'l. Shundoq qilsang, davr kulib boqadi, baxt keladi. Sehi va kamtar bo'l. Kishilarga non tuz yeguz. Kishilarning aybini ochma, yo'gap yo'shirg'in. Havoyi havasni bos. G'azabing kelganda o'zingni tut. Vujuding agri yo'lga mangadigan bo'lsa, uni yig'. O'z foydangni ko'zlama, xalq foydasini ko'zla. Eg'iringni xalqqa ortma, o'z yukingni o'zing ko'tir. Mal tovarlaringning hammasini o'zing uchun sadiqa qil. Xalqingni shadxoram qilgin ey ulug' olim. Qara, kishilarning sarxili kishilar uchun fidoi bo'ladi. So'yimlik dinini qurbon qilish badaliga kishilarga shodlik tilaydi. Bilimlik, aqlliq, mingisi o'tkir, tanlangan sarxil kishi bak yaxshi aytgan. Foydali kishi kishilarning sarxilidir. Mehribon kishi bo'lsa, kishilarning ulug'idir. Qara, kishilikning nomi ikki narsadan iboratdir. Biri mehribonlik, yana biri sehi bo'lib mol berish. Qarag'ina, aql buningdanmi yaxshiroq so'zlaydi. Aqlning yo'lini tutsa, foydasi ko'p bo'ladi. Sehi deyishidu, sehi degan kim? Sehi jinini pido qilib, kishining haqqini ado qilguchidir. Oltin kumush ulashtirsala sehi bo'lavermaydi. Sehi jinini xalqqa pido qilguchidir. Sehi odam xalqi mol tovarini suvdak eqitsa, xalqmi yugurish berib, uning atrofiga to'plashadi. Dunyoning shon shuhrati ikki narsadan iborat. Biri mol dunyo, yana biri bo'lsa 100 obro'ydir. Bu ikkisiga ega bo'lib 1000 yil yashasimi, oxiri o'lim yetib kelganda ahvol boshqacha bo'ladi. Avam puhroning himoyasiga ega bo'lsa, baglik yuksiladi, ko'tariladi. Uzangi mahkam bo'lsalar, chavandoz tizginni ching tutalaydi. Mana, dunyo davlatning, avomning darajasi ana shu. Buningga yetishkila bo'lmaydi, yetishganda bag qiyriqan bo'ladi. O'zingni ko'shman hisobla. Sening noming ko'shmandir. Oxir bir kuni seni ko'chirgichi o'lim yetib keladi. Ko'chadigan kishi o'rda saroy yasamaydi. Yo'lovchi kishi yil oylab yo'lda to'xtamaydi. Ey qarindosh, o'zingni bir yo'lovchi deb hisobla. Ortiq shodlanma, to'limi kulib ketma. Bu dunyo o'tkinchidir, sana qolmaydi. Sen o'lgichsan, o'ladigan kuning belgisiz. O'limning tirniqi doim tayyor turadi. G'aflatda yurganda qarmiqi darhol ilidi. Bu dunyo bir oshdir. Bu oshni yeganlarning nomini o'zing ayt. Mening aytishga jur'atim yo'q. Tilak orzularga to'la intilma. Havoyi havasni yig'. Kishilarning g'ayvatini qilma, tilingni kekash qil. Ko'ngli sagak kishi nima deydi, angla. Bu so'zga amal qilinsa, ziyon kelmaydi. Tilak orzularga intilish bak shirindir.
Lekin şirinning ati ochiq so'ri qilma ba. Şiringa tetiqsiz, tatliqqa ochiq, ko'tarilishga tushish, egizga cho'nqur ba. Bu dunyo tamoman qizning xulqiga o'xshaydi. U seni aldab qo'ymasin, ey xushbeil. Sana o'xshagan talaylarni nobud qildi. Aligdek talay baglarni u dunyoga ko'chirdi. Sizlarga ko'z tikdi, qo'lini berdi. Endi sen g'ofil bo'lma, ey qiliqi muloyim. Nima bergan bo'lsa, baribir yana oladi. Qanchalik to'plagan bo'lsa, baribir yana chachidi. Qanchalik kuldirsimi, bir kuni yana yig'latadi. Qanchalik ro'naq topqizsimi, yana buzudi, vayron qiladi. Bu dunyoning qiliqi jafo, qilmishi pastkashlikdir. Yo'riqligi azroq, butun borliqi tutundir. Yasinib kishiga o'zini ko'stidi. Ko'ngil beribli qo'ysang tirajab turib oladi. Shekar bilan parvish qiladi, ochiq zahar beradi. Bevafo baxtning qilmishi ana shu, ey dona. Mashhur taqvodor nima deydi angla. Yomonlikdan ehtiyot qil, ey davlat egisi. Qilib qiladigan dunyoga ko'ngil bermas, saqlan. Bu dunyo jafo sag'uchidir, ey sabrchan. Qara, bilimlik, aqlliq, zihni to'lgan, tanlangan sarxil kishi bak yaxshi aytgan. Bevafo baxtga ergishib, to'g'ri yo'lingdan adashma. Diqqat qil, baxt ishonchsizdir, qiliqini o'zgartadi. Dunyo davlat kunlari bir ko'langidir. Ko'langa birli yerda ravurus turmaydi. Diningni qadrla, bu dunyoni qadrsiz tut. Dining seni qadrli qiladi, ey bilimi daryo. Rahat farog'atingga mabtun bo'lma, xushal bo'lma, o'zingni tut. Xudoni yodlab ibodat qil, uningga seg'in. Ey qirindosh, davlat seni mast qilmasin. O'shunga kelganda shubhisiz ko'zing yoshga to'ladi. Bu xalq beginimi deydi angla. Uning aqli yetilib so'zni sinab so'zlagan. Davlat kelib kimni mast qilgan bo'lsa, qora yer qetiga kirganda nola qilib yuragi yeriladi. Ulug'liqqa mast bo'lib kim noloyiq ish qilsa, keyin qora yer qetida azobini tatidi. Yigitlik va boylik yoki baxt mastligi sharob mastligidan battardir, ey irodalik kishi. Agar mayxo'r may ichmas bo'lsa, uxlab qolsa, mastligi uyqusida yeshilib ketadi. Bu davlat mast qilsa, kishi uzungacha o'shiga kammaydi. O'lim tutmoqcha uxlaydi, o'yg'onmaydi. Namun qul ekan, sen baylarning ishini qilma. O'zingning qulligini qil, ey yaxshi kishi. Hayotlik kuning bak uzun emas. Ulug'liq shuhratimi bak uzoq davomlashmaydi. Necha ming yil yashasimi odam o'ladi. Bir-biriga tutashgan badan parchalanadi. Buningga taqlidan endi bu so'zni angla. Buni esingda tut, sal qarama. Tilak orzu ne'matlardan sen tugal bahramon bo'lsangmi, obi hayotni tepib ichib olgan bo'lsangmi, qo'lingni so'zib agar osmon gumbizini tutsangmi, beshing osmonga taqashgan bo'lsa-mu, yana yerda turasan. Sana to'g'ri so'z qilay, ey qirindosh. Sendan nimani yoshiray, ey sirdishim. Qara, bu dunyo melini, turlik nozu ne'matlarni, go'zal yuzlarni, yiqimli qiliqlar va nozlarni kishi qandoqmi so'ymasin. Rohat, or, ne'matlarning hammasini tashlashim uchun vafosiz dunyo menga bu ishlarni yapti. Bu dunyo kishini Xudodan yiroqlashtiradi. Yaxshi ishlarni qilg'izmaydi, qilishga yo'l qo'ymaydi. Mana shu qo'rqinishdan donolar dunyoni tashlab jahon kezib mushaqqat chekib yugurib yuradi. Ba'zisi tog'larda yugurib yuradi, o'nkirni makon qiladi. Yemiki o'tchib, ichishi yomg'ir suyudir. Ba'zilari bayomon kezib yugurib yuradi. Xudodan qo'rqib hasrat chekadi. Ba'zisi janda kaygan, mukchaygan. Ba'zisi ko'zlari yoshli qoldi, jahon kezadi. Ba'zisi oshtamoq yemay o'zini jututadi. Ba'zisi kechida yotmay tik turib tong atqizadi. Sagak kishilar ana shundoq yuradi. Biz behud g'aflatda qolgan kishilarmiz.
Ey qirindaş, sen endi özüngni közetkin, dünya senin boldi, başlık boldun. Havaya havasni boz, aql ishlatib nafsning bo'ynini siq. Erlik nishonisi, aql belgisi ana shudur. Bu ikkisi bilan er kuchini yo'qotadi. Buningga kim qul bo'lsa, azob chekishga majbur bo'ladi. Shunda qilib, men bugun ayrilib ketyapman. Seningmi boradigan yo'ling shu, kal, yaxshilik qil. Yamonga qaytilma. Ish harakatingni yaxshi qil. Yamonlar ikkili dunyoda o'ziga falokat keltiradi. O'limdan avval ishlarini puturgan dili pishiq kishi nima deydi angla. Ey yomonlik qilishda bug'ra tugidek yuraklik inson, yomonlik qilma. Yomonlikning nesibisi o'g'idir. Ey kang yo'lga ega bo'lgan xalq o'ktimi? O'lim tez yetib keladi, amal chorasini qil. Ey men deguchi, meni so'y deguchi inson, o'limga hozirlan. U seni bak so'ramoqda. Ey bu dunyoning osh tamaxo'r quli, o'lim seni tutishni tama qilmoqda. O'dg'irmish so'zini davom qilib dedi. Ey qirindishim, hasrat bilan ketyapman. Bugun ikki narsaga bak echinmoqdaman. Biri bir xudo ibodati qilyotidi. Ikkinchisi egamni tilimda yod etanmadim. Bugun yo ati ko'zim yumilsa, men sizlarning duoyinglarga muhtoj bo'laman. Duoda meni unutma ey qirindosh. Mendan keyin senmi iz besib kelasan. Mana mening ahvolimni ko'ryapsan. Sana ibrat bo'lsin, amal chorasini qil. Elib ketgili o'lim keldi, hasrat bilan ketyapman. Mendan keyin sana keladi, senmi tayyorlik qil. Bugun hasrat bilan judo bo'lmoqdaman. Yana qachon ko'rishimiz, buni Xudo biladi. O'lish vaqtida beshini yaga urib noligan o'lgichi kishi nima deydi angla. Pushaymon bilan o'lyapman, ko'z nurim oqmoqda. Bu o'lim halovatimni halovatsiz qilmoqda. O'limdan keyin meni ikki yo'l kutadi. Ikki yo'ldan qaysisiga boramankin Xudo biladi. Yana ta'kidlab aytdi, ey mehribon qirindosh. Mening qayg'ularimga sen ko'nglingni bearam qilma. Mendan keyin yig'lama, ko'nglingni tushirma. Ko'nglingni boz, duo qil, jur'atlik bo'l. Ortiqcha yig'izori qilma. O'zingni sabrchan tut. Bu Xudoning amridir, tilingni yig'. Yur, endi qaytib uyingga bor. G'am qayg'u bilan ko'nglingni azoblama. Sana barliq kerakli so'zlarni aytdim. Sözümni unutma ey tuz ko'ngil. Aleyke meningdan salom yetkuz. Bu oxirgi salomimdir ey bilimi komil. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Men seni tashlab qandoqmi ketaman? Egri kesel bilan sen yolg'izlikda qandoq qilasan ey nasabi ulug'? O'dg'irmishning o'gdilmishga javobi. O'dg'irmish yana dedi. Amdi kat. Mening qayg'umni yema ey o'g'il. Egamning yodi kifoya. O tasalli bergichi do'stdir. Tangrim ko'rib turib tashlab etmaydi, ishimni puttiradi. Xudo kimni yaxshi ko'rsa, aziz qilsa, uning hamma ishlari yaxshi davomlashadi. Ko'p ishni ko'rib, ko'zi pishqan, to'g'ri so'zli kishi bek yaxshi aytgan. Xudo kimga inoyat qilsa, hamdan bo'lsa, ikki dunyo uning bo'ladi, baxt topadi. Kim Xudoning fazilatiga tamoman ega bo'lsa, ikki dunyolikqa erishadi, ahvoli yaxshi bo'ladi. Ey jasur o'g'lan, Xudo kimni tashlab etsa, keyin u isht bo'lamdi yoki ko'k bo'ri bo'lamdi baribir. O'dg'irmish so'zini tugitib dedi. Ey qarindosh, yur qaytib ket. Salomat bo'l, ko'zingdan yosh to'kma. O'gdilmish o'rnidan turib, o'dg'irmishni quchoqladi. So'yib yig'ladi, ko'zidan yosh to'kdi. Qara,
yig'lab u yerdan chiqdi. Etini mindi, öyiga qarab mangdi. Etidan tushib alam va xafa holda uyga kirdi. Shodlik ketib, ko'ngli qayg'u bilan to'lgan edi. Diqqat qilsang, inson qanchalik mungluq ha? Shodliqi oz, butun vujudi qayg'u makonidir. Hamma tilikiga erishsa, shodliqi kuldiradi. Agar qayg'u kelsa, hasrati yig'latadi. So'yguniga erishsa, so'yinib kuladi. Agar judo bo'lsa, qayg'u bilan qoladi. Ba'zida visol shodliqqa maftun qiladi. Ba'zida piroq alimi yig'latadi. Dunyoda piroq alimidanmi qattiq nima bor? Piroq alamlari dengizdanmi cho'nqur? Tirik turib ayrilsa, yana tepishidi. İzdab oqtirib qayta didor ko'rishidi. Hammadan qattiqroq judolik o'limdir. O'limga amal yo'q, uni qoral bilanmi to'sib bo'lmaydi. Har narsaning piroqi yaqin yoki yiroq bo'ladi. O'limning piroqi bo'lsa, uzun piroqdir. Buningga taqlid qilib muni beytni o'qi. O'qigan siri ma'nosi texmi ichiladi. Hammadan qattiqroq judolik o'limdir. Uningdan ko'z qarchiqlari piroq ichida yosh to'kadi. Tirik uchun judolikda visoldan umid bor. O'lgan kishi shubhisiz visoldan yiroqdir. O'gdilmish yedi, ichdi, biroz dam oldi. Ondan o'rnidan turib namozini o'tdi. Quyosh yerga ingishdi va yuzini yoshirdi. Osmon quyoshning izini bosdi. O'gdilmish to'shak soldi, yotdi, uyqusi kelmadi. Qayg'u hasrat bilan ko'zini yummadi. Qopib o'ylig'i chiqdi, ko'z yeshi mag'zini yuvdi. Dunyo yuzi Habash yuzining rangiga kirdi. Yana uyga qaytdi, to'shakka kirdi. Hasrat bilan to'lg'inib, yana biroz yotdi. Romi qizi yuzini yerga yoshirdi. Dunyo yuzi zangi yuzidek qop-qora bo'ldi. Uyqusi kelmadi, o'rnidan turib atrofga boqdi. O'kar yultizi pastga tushib, kecha oxirlashib qolgan edi. Ko'zini ko'kka tikib, uzoq vaqt qarab turdi. Qora tun qorong'ulashdi, zodi yo'rimidi. Yana ozroq yotdi. Keyin uyg'onib o'rnidan turdi. Yuqoriga qarab ko'k osmonga ko'z tikdi. Sharqdan qora qush yultizi chiqib yuqori o'rladi. Dushman o't yoqqandek o't ko'tarildi. Yetti tikan yana beshini yuqori ko'tardi. Yıldırıq yultuzi ayg'irga to'g'ri egildi. Arantir beshini yerga yaqin agdi. Quyosh beshini ko'tarib, yo'ruq yuzini ochdi. O'gdilmish yana o'rnidan qopdi, pokiz yuyinib tarandi. Namoz o'qidi, virtni to'liq tamomladi. Dunyo yuzi oltin rangiga kirdi. Osmon yuzi o't yalqinidek qizardi. Tonni kaydi, darhol etini tutib mindi. Uydan chiqib, yana o'rdaga qarab mangdi. Etidan tushib, oldirash o'rdaga kirdi. Ali chaqirdi. U o'zini tutgan holda oldiga kirdi. Ali qarab o'gdilmishning ahvoliga nazar soldi. Bu yaxshi odamning ko'ngli tushgandek ko'rindi. Alining o'gdilmishga savoli. Ali dedi: "Endi ahvoling qandoq? Seni g'amkin ko'ryapman, ay tamkin. Bugun ko'nglingga qandoq dard yuklandi? Mangdingdan xafalik alomatlarini ko'ryapman. Nima uchun qizil mangzing sarg'aydi? Dunyo sana qandoq andishlarni yukladi? Teqi baxt sendan yuz o'rmadi. Bevafo dunyo, davlat sana helimi kulib baxmoqda. Sen uchun palakning chaqi to'g'ri aylanmoqda. Ay kun zaman sening orzuyingcha tug'moqda, ay botur. Men sana qosh qopiqimni turmadim. Sana memnunlik bilan kulib qarayman. Sana kim bunda qayg'u alam yetkizdi? Ahvoling qandoq, nima so'zing bor? Ey o'g'il, mushundoq bir vaqtda bu qandoq qayg'u? Menga aytqin, buni bilay, ey egri besiq kishi. Sana mushaqqat yoki qayg'u alam yetsa,
men qandoqmi xushal xo'ram yuralayman. Ögdilmişning aleyki javobi. Ögdilmiş javob berib so'z boshladi. Qerindishining kesili ahvoli qandoq ekanligini aytdi. O'zining bağalligini va nima ko'rganligini, pand nasihatining nima ekanligini so'zladi. Aligning ögdilmişga savoli. Aligning ko'ngli buzildi, yeshi to'kildi. Vadariha, u yaxshi kishi edi, dedi. Tanrım uning jinini o'ziga ato qilsin. Uning teni va qinini xo'ratmasin. Yana dedi. Uning ahvoli hozir qandoq? Uni qoldirib kelishga qandoqmi ko'ngling unidi? Uni kim ko'zatadi, kesiliga kim qaraydi? Kesel bilan u qandoqmi yolg'iz yotadi? Nimishqi savr qilib u yerda biroz turmadi? Shu ahvolni ko'rib, uni kimga tashlab qo'yding? Ögdilmişning aleyki javobi. Ögdilmiş javob berib shundoq dedi. Ey bilime daryo, bu so'zlarni men uningga aytdim. Meni qaytirib etdi. So'zimga kirmadi. So'zini rad qilib baxtim, kuchim yetmadi. Aligning ögdilmişga javobi. Alig dedi. Tanrım uni saqlag'ay, shifoliq ato qilib o'rnidan turg'izg'ay. U ko'ngli va fikrini Xudoga beg'ishlagan. Bir Xudo uning ajrini zoya qilmag'ay, ey o'g'il. Har qanday qul hamma narsadan yuz o'rasa, o'zi yaratgan egasiga seqingan bo'lsa, shubhisiz uni bir Xudo o'zi saqlaydi. Tilakini beradi, yaxshi nomga ega qiladi. Buningga taqlidan bu so'zni angla. Ko'nglingda tutib, amaliyotga tatbiq qil. Hamma narsadan qo'l uzib, Xudoga sig'in. Diling va tilingni pok tut, harakatingni toza qil. Xudo hamma tilakingni talto'kis beradi. Shaytonni mag'lub qil, Xudoga o'zingni topshir. Ali yana dedi. Ey o'gdilmish, qayg'u alam bilan xafa bo'lib yurma. U yaxshi kishi edi, yaxshilarning beshi edi. Agar o'lsa, Xudo uning ishini oson qiladi. Ey dana, bu ish ati bizga keladi. Hayotimiz qandoq o'tdi, nima qildik deb qolamiz. Esat, o'z yigitligimizni behuda o'tkazdik. Esat, vujudimiz, qalbimiz, o'y fikrimiz yomonlik bilan o'tdi. O'tgan hayot bugun tushga aylandi. Qandoq o'tgan bo'lsa, shuningga yarasha javob keladi. Endi qolgan hayotni behuda o'tkazmaslik, arzu havaslarga ko'ngil bermaslik kerak. Qandoq qilgan bilanmi, oxiri o'limiz. O'lgandan keyin ming xil pushaymonlar bor. Bugundan e'tiboran sen sirti turib, xalqning dardini angla, shafqat qil. Shundoq qilib, menimi o'zingnimi qutuldirg'in. Buning badaliga Xudo yaxshi yo'l ato qilg'ay. Ey tamkin mijoz, Xudoning qullariga mehribon kishi nima deydi angla. Kim yaxshilik qilsa, yaxshi javob oladi. Xudo cho'qim yaxshilik ato qiladi, ko'zingni och. Kim yomonlik qilsa, o'ziga qiladi. U yomonlikning javobimi yomonlik bo'ladi. Yomonlik qilishni xohlasang, yur yomonlik qil. Bilginki, u yomonlikning javobi seni yig'latadi. Ögdilmişning aleyki javobi. Ögdilmiş javob berib dedi. Aleyk shunchalik pand nasihat qilgan ekan, xalqqa yurgizilgan qonun aman yaxshi bo'ladi. Xudo bu baglikni o'ri tutib turadi. Aleyk ko'p yashsin, baxt saodatman bo'lsin. Jon tenim, bütün vujudim Aleyke pida bo'lsin. O'lgichi kishiga yaxshi nom nisb bo'lish uchun qodir egam yaxshi nom bilan umr surishga nisb qilsin. O'lim yoqidan tutishga tayyor turadi. O'zingni g'aflat uyqusiga tashlama. Bilimli kishi bek yaxshi aytgan.
Taqvodorlik yo'limi shundoq bo'ladi. Bu ko'rinmas ajal yo'shirinib turadi. G'ofillar umidda turganda tuyuqsiz hujum qiladi. Kutilgan ajal bir kun yetib kelganda yaxshi yomon hammasi qora tuproqqa aylanadi. Aligning o'gdilmishga javobi. Alig dedi: Tangrim bugundan e'tiboran menga tavfiq bergay, qonun turg'izgayman. Alig biroz o'ylanib so'zini tugatdi. O'gdilmish o'rnidan turib u yerdan chiqdi. O'gdilmish yana bir qancha kun sabr qildi. Qayg'u hasratga cho'kib yurdi. Qarindishining hasrati bilan qayg'urib, rangi sarg'aydi, o'zi judab ketdi. Lekin qarindishi uchun ortiq sabr qilolmadi. Yana bir berib qarindishini ko'gisi keldi. O'rnidan turib, Alig huzuriga mangdi. Alig chaqirdi, o'gdilmish oldiga kirdi. O'gdilmishning Aligga savoli. Aligga iltimos qilib, "Men bugun qarindishimning oldiga berib kelishni xohlayman", dedi. Uning ahvoli qandoqkin ko'ray. Mening qarindishim tirik bormikin? Aligning o'gdilmishga javobi. Alig dedi: "Basang to'g'ri qilgan bo'lasan. Qarindoshlik, yaqinlik rishtasi shudir. Yur, mening uchun ko'p ahvol so'ra. Kesilini ko'nglini xushal qil." O'gdilmish u yerdan xo'p deb qaytib chiqdi. Uyiga kelib bir oz dam oldi. Ozroq osh taom yedi va etini tutib mindi. Qayg'u ichida qarindishi tarafga qarab mangdi. Yaqin kelib etidan tushib piyoda mangdi. Darvozaga kelib chaqirdi. Ijozat so'radi.